Kichik va o'rta biznes har qanday mamlakat iqtisodiyotining tayanchi hisoblanadi. U nafaqat yangi ish o'rinlari yaratilishi, balki raqobatbardoshlikni oshirish va mintaqaviy taraqqiyotga hissa qo'shish bilan ham ahamiyatlidir. Bu biznes shakllari iqtisodiyot tizimining barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun sohada uchrayotgan muammo va takliflarni o'rganish, hal etish bugungi kunning dolzarb vazifasi. Shundan kelib chiqib, Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi rahbariyatining tadbirkorlar faoliyatida yuzaga kelayotgan mavjud muammolarni o'rganish hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan ochiq muloqoti viloyatimizning barcha shahar va tumanlarida bo'lib o'tmoqda. Unda kichik va o'rta biznes vakillari, tadbirkorlik subyektlari, hisobchilar, keng jamoatchilik vakillari ishtirok etmoqda. Tadbirkorlar safini yanada kengaytirish, yaratilayotgan imkoniyatlardan samarali foydalanishlarini ta'minlash maqsadida tashkil etilayotgan uchrashuvlarda soliq qonunchiligiga oid o'zgarish va yangiliklar haqida so'z yuritilib, xususiy sektor vakillarining mavjud muammo va takliflari o'rganilmoqda. Viloyat soliq boshqarmasi boshlig'ining Sayxunobod tumanida tadbirkorlar bilan uchrashuvida ham soliq sohasidagi so'nggi o'zgarishlar, xususan prezidentimizning joriy yil 19-martdagi kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq tadbirkorlik subyektlariga berilayotgan imkoniyatlar to'g'risida atroflicha ma'lumotlar berildi. Bu kabi ochiq muloqot Guliston tumanida ham bo'lib o'tdi. Tadbirkorlarning soliq imtiyozlarini qo'llash, noturar obyektlarga mol-mulk solig'ini hisoblash, bank hamda kadastr organlari bilan bog'liq muammo va takliflari tinglanib, ijobiy hal etish choralari ko'rildi. Olmos oilaviy korxonasida umumiy ovqat mashinasida ishlayman. Faoliyatimizni ancha yildan beri davom etyapmiz. Kelgusida ish o'rinlarini yana yaratmoqchimiz. Hozirgi vaqtda 6 ta ish o'rin bor. Hozirgi bo'lib o'tgan ochiq muloqotda o'zimizga kerakli bo'lgan xulosalar olib, savollarimizga javob oldik. O'zimni yangi tadbirkorligimni boshlayapman. Soliq haqida hech qanaqa tushuncham yo'q edi. Bu yerga kelib, o'zimga yangiliklar bilib oldim. Rejalarim kattalashtirish, ishim tadbirkorligimni kattaroq qilmoqchiman. Endi qonuniy yo'l bilan ishlashga harakat qilamiz. Men hozirgi dastlabki tadbirkorligimni Sayxunobod tumanida boshlamoqchiman. O'zimga huquqiy tushunchalarni oldim. Mana shunday o'tkazilayotgan ochiq muloqotlari bizga o'xshab yangi tadbirkorlik boshlayotgan fuqarolarga foydasi katta, foydali deb o'ylayman. Ta'kidlash joizki, Sayxunobod tumani 4 toifadagi hududlar tarkibiga kiritilgan bo'lib, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish maqsadida berilgan soliq imtiyozlari natijasida 2024-yilda tumandagi tadbirkorlar ixtiyorida 10 milliard so'mga yaqin mablag' qoldi. Eng muhimi, imtiyozlardan unumli foydalanayotgan sayxunobodlik ishbilarmonlar tejalgan mablag'larni faoliyatlarini rivojlantirish va yangi ish o'rinlarini yaratishga yo'naltirmoqda.